Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Super TV Andijon muxlislari. Men Sarvinoz va bugun to'ylarni qisqartirish haqidagi qonun haqida xalqimizning fikrini bilish uchun ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Ismim Sarvinoz, ismingiz? Hamidaxon. Bilasizmi, bugun hozirgi kunda to'ylarni qisqartirish borasida qonun qabul qilinmoqda. Shu borada fikringiz? Yaxshi bo'ladimi aka? Yaxshi. Sal qisqartirsam aka yaxshi. Endi o'zlari kelishmoqchi bo'lib, qudalar eplasa bo'laveradi yag'ini. Yaxshi, ha. Yaxshi o'tsa bo'ladi, yengilroqsa bo'laveradi. Endi sharoitiga qaraydi hamma ham. To'g'risi. Nechta farzandingiz bor? 3 ta bor. 2 tani joylaganman, nevaralarim bor. Bitta o'g'lim bor, endi yaqinda uylayman xudo xolasa. Qanday to'y o'tkazmoqchisiz? Endi o'rta, endi xudo bilan chiqimo anaqa bo'lib o'tkazamiz. Xudo xolasa, taqdir bo'lib qolsa xudo xolasa. Yaxshi. Javobingiz yosh anaqamiz, oilamiz to'g'risi. Ishchimiz, ishlaymiz. Yada ishlaymiz, ashlar qilib yuribmiz. Javobingiz uchun katta rahmat. Omadinglar ulug' bo'lib, davlatinglar ulug' katta qiz bo'lib, omadinglar kelsin. Yaxshi ishlanglar, yaxshi ko'rsatuvlar bo'lsin Alloh. Biz ham ko'rib yaxshi anaqa qilaylik. Vot rahmat sizlarga. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Men Mashatli Dorimjon ismim. Bilasizmi, bugungi kunda hukumatimiz tomonidan to'ylarni qisqartirish haqidagi qonun qabul qilinmoqda. Bu haqida sizni fikringizni bilmoqchiman. O'zi qisqartirish deganda har xil ma'no tushunish mumkin-da. Uni o'zi qonuniy qilib qilishni o'ylash kerak-da. O'zi haligi bir nima desa bo'ladi. O'zi ikkita guvoh. Kelin tomonidan, qiz tomonidan nikoh. O'zimiz o'zbekchada. Keyin asli bir oshiqchasini bir insonlarga bir ehson qilib, shu bilan bo'ldi endi dang'ir oshcha anaqalarni hojati ham yo'q, hozir bunday olib qarasa. Endi kim himmati bo'lsa, xalqqa oshayrakman degan bo'lsa, haligi qarzi qavallar qilmay o'zida bo'lsa, uni endi biz bir narsa deya olmaymiz. Xalqqa qiyin bo'lmasligi kerak. Nechta farzandingiz bor? 3 ta. Javobingiz uchun katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum, ismingiz? Alaykum assalom, O'tkirbek. Bugungi kunda to'ylarni qisqartirish bo'yicha qonun qabul qilinyapti. Shu haqida fikringizni bilmoqchiman. Fikrimni bilmoqchi bo'lsangiz, kam chiqim, kam rasxod qilishini istardim. Shuni umid etaman yoshlarga. Shu tarafdan yoshlar shu kamroq rasxod qilsa, chiqim qilsa, oilasiga ham, keyin uzoq umriga ham foydali, zaxirali ishlar bo'ladi deb qolaman. Nechta farzandingiz bor? Bir o'g'il, bir qiz shiringina. Ularga qanday to'y o'tkazmoqchisiz? Shu oddiy qisqartiribroq, imkon qadar sharoitga qarab turib, kam rasxodroq qilib, chiroyli qilib, duogo'ylik qilib to'y qilmoqchiman. Fikringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling. Sizga rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Uzr vaqtingizni olamiz. O'zingizni tanishtiring. Ismim Gavharoy Abduvasitova, Ulug'nor tumanida. Bugungi kunda to'ylarni qisqartirish haqidagi qonunlar qabul qilinyapti. Shu haqida fikringizni so'ramoqchi edim. Fikrim ijobiy bu haqida qaror bilan, qonun bilan tanishib chiqdim. Ixchamlashtirish va oshib qolgan pulni yoshlarning boshqa ehtiyojlariga ishlatish eng to'g'ri fikr deb bilaman. Fikringiz uchun katta rahmat. Xayrli kun. Ismim Sarvinoz. Sizlar bilan tanishsak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Ismim Bahora. Mening ismim Saida. Bilasizlarmi, bugungi kunda hukumatimiz tomonidan to'ylarni qisqartirish haqidagi qonun qabul qilinmoqda. Shu haqida fikringizni bilsam bo'ladimi? Menimcha yaxshi bo'lardi deb o'ylayman, chunki hozir juda uzun bo'lib, cho'zilib vaqtdan nima bo'lib, menga to'g'risi yoqdimi bu narsa. Yoqdi. Qo'shilaman bu narsaga. To'g'risi fikrim bo'yicha to'ylarni qisqartirish va xarajatni kamaytirish juda ham yaxshi va juda ham hali odamlarga yechim bo'ladi deb o'ylayman, chunki hamma katta to'y o'tkazaman deb ko'p pul sarflab qarzga kirib ketishyapti. Menimcha bu juda ham yaxshi qaror bo'ldi deb o'ylayman. Kelajakda to'ylar qanday o'tishini xohlardingiz? Ixchamgina faqat yaqin qarindoshlar uchun, chunki oshiqcha odamlar, masalan, uzoq qarindoshlar yoki tanishlar keragi yo'q. Ularga qaytanga ko'p xarajat ketadi.
va eng yaxshisi bu moliyaviy tarafdan oilaviyga mos bo'lgani yaxshi, chunki o'zbeklar gapirganda ko'rpingga qarab oyog'ingni uzat deydi-ku. Men ham qo'shilaman bularga. Ortiqcha chiqimsiz, oddiy ixchamgina qilib o'tkazgan yaxshi deb o'ylayman. Javobingiz uchun katta rahmat. Sizga omad tilayman. Assalomu alaykum. Ismim Sarvinoz. Siz bilan tanishsam bo'ladimi? Ismingiz? Minajatxon. Bilasizmi, bugungi kunda hukumatimiz tomonidan to'ylarni qisqartirish haqidagi qonun qabul qilinmoqda. Shu haqida fikringizni bilmoqchi edim. Yaxshi bo'ladi. Qisqarsa yaxshi. Hammaga yengillik bo'ladi. Biz ham to'y qilamiz, Xudo xolasa. Nechta farzandingiz bor? 2 o'g'lim bor. Ularga qanday to'y qilmoqchisiz? O'rtacha. Kam emas, ko'p emas. Lekin odamlarim ko'pda deymi? O'rtacha. To'yga qancha kishi chaqirmoqchisiz taxminan? Yo'q deganda 200 ta ayta olasam kerak, yo'q deganda. Biz odamim ko'p. Qandosh urug'li, jigar bag'irli, bu yog'i shunaqa. Javobingiz uchun katta rahmat. Assalomu alaykum. Ismim Sarvinoz. O'zingizni tanishtiring. Men Gulmira Qambarova. Bilasizmi, bugungi kunda hukumatimiz tomonidan to'ylarni qisqartirish haqidagi qonun qabul qilinmoqda. Bunga qanday qaraysiz? Yaxshi qarayman. Televizorda eshitdim, rosa zo'r bo'pti. Zo'r unaqa qilibdi, ha? O'zingizni fikrlaringizni bildirsangiz? Endi men aytolmaydim, qizlari bola ko'pincha istilo qiladi, qochyapti degandek qilib. Men juda yaxshi, men ularga ko'proq motivatsiya beraman. Erkaklarga ehtiyot qilinglar deyman. Pulga taqalab hamma yo'q. Moddiy tomonga. Haligi tushungan holda, kelishilgan holda qilsa, hamma narsa chiroyli bo'ladi. Bolalar ham qadriga yetadi, hamma narsa yaxshi bo'ladi. O'zingizning nechta farzandingiz bor? Mening 2 ta o'g'lim bor, uylaganman hozir. Xudolar bilan hamma yerda kelishib chiroyli qilib o'tkazganmiz. Hech kimni aralashtirmay. Javobingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Ismim Sarvinoz. Odina, mushtari. Xursandman. Bilasizmi, bugungi kunda hukumatimiz tomonidan to'ylarni qisqartirish haqidagi qonun qabul qilinyapti. Bunga qanday qaraysiz? Yomon bo'lmaydi, unaqa. Bo'lmaydi deb o'ylayman-da. Bo'lmaydi, chunki eng qarindoshlar yig'iladigan joy, maza qiladigan joy to'y. Ko'rmagan odamlaringiz ko'rasiz to'yda. Tanimagan odamlaringiz ko'rasiz. Sizlar uchun o'sha eng normal holatida nechta odam bo'lish kerak to'yda? 200-300 ta, maksimal 250 ta. Javobingiz uchun katta rahmat.